otangiz hayotmi? Hayot bo'lsa, yaqiningizni oldiga boring. Ya'ni otasi olamdan o'tgan. Yaqiningizni oldiga boringda, do'stim, yo opa, yo singil, hozir otang olamdan o'tganiga menimcha vaqt bo'ldi. Agar otang hozir qaytarish iloji bo'lganida nima qilarding? Nimani berarding? Haqiqatda shu odamning ko'zi gapiradi. Agar yig'lavormasa otamni boshqa qo'ying. Oyog'ini o'pardim, otam hayot bo'lganida dedi. O'zingizni shu yaqiningizdan so'rang, savolni bering. Onasi olamdan o'tgan qaysidir yaqiningizni oldiga boring, onangiz hayot bo'lsa, boringda, onang hayot bo'lganida, opa, o'rtoq, yaqiningiz qanaqadir boringda, nima qilarding shu onang hayot bo'lganida? Hozir nima qilarding? Nimani berarding? Borimni berardim, oyog'ini o'pardim deydi. Yoki deydi shu gapni, javob beraman. Mana men sizga bu gapni faktor. O'zingiz yaqiningizga borib ayting, shu gapni. Yig'lavoradi. Javob yig'lavoradi. Chunki qaytarish iloji yo'q. Shuning uchun ota-onangizni borda qadrlang. Ertaga kech bo'ladi, keyin butun umr afsuslanasiz.